Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli körülmelerimiz bugün 2026 yılı 28 fevral şembe. Her şembe günü bir hafta jarayonida bulup ötken vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini analiz qilgan şekilde ve mutaxassislerimizin fikirlerini, analizini ağan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzularına köz yürütüp öteyli. Xitay 2020 yıldaki maxfi yadro sınıqını Şarkı Türkistan'da icra qılğan. Xitay Yaponiyanın 20 şirketini jaza tizimligiga kirgizdi. Amerika hükümeti texniki şirketlerini Xitay Tayvan urushidan agahlandırgan ve Germaniya baş ministeri Xitayni ziyaret qildi. Elbette bu ve bundan başka bir qancha mühim haberlerimiz oldu. Undaqda birinci haberden başlap körüp öteyli. Xitay 2020 yıldaki maxfi yadro sınıqını Şarkı Türkistan'da icra qılğan. Qadirli körülmelerimiz, elbette bu haberimizi biz 2002 ayının 14. fevral başta Amerika'daki yeni bir yukarı mertebelik, yukarı derecelik bir əməldar Periz o kim o diye vaxtıda Thomas Dinanno Taşqı işlərə məsul muavin Taşqı işlər ministeri Thomas Dinanno 6 fevralda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın müşi yığınıda şu yerdə açqan bu məsələni biz 2. ayının 14. günü, yani 14. fevral aldığın haftadaki haberimizde bir qatım gün tərtib kəlgən məsələdir. Xitayның yadro sınıqı 2020 yılı məxfi yadro sınıq qılğanlığını biz bildik, xəbər tapdıq, bu da bu yerdə elan qılğandı. Bugün mən şunu aşkarlayman ki, Amerika hükümeti Xitayның yadro sınıq qılğanlığından xəbər tapdı deyib bunu oturuğa qoyğandı. Lakin o vaxtda Şarkı Türkistan'da, Lopnur'da bir yerdə yerinin ismini verməyəndə də. Ama bugünkü haberimiz olsa bu qatımqı xəbərdə Amerikanın yeni bir yuqarı derecelik əməldari Xitayның 2020 yıldaki məxfi yadro sınıqının Şarkı Türkistan'daki Lopnur nahiyesinde icra qılınğanlığını uçuq oturuğa qoydu. Bu kim o degende Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin qoral yaraq kontrolü ve ximiyelik qorallarını çekleşki məsul yardımcı ministeri Christopher Yov 17 fevral Hudson İnstitutu'da sunulan leksiyasida men müşahidə ki, Xitayның məxfi yadro sınıqı haqqındakı bazı təfsilatlarını aşkar edildi hamdı. Təxminən 6 yıl burunqu yadro sınıqının Şarkı Türkistan'ın Lopnur nahiyesindeki sınaq rayonunda icra qılınğanlığını bildirdi. Christopher Yov Qazaxstandaki bir yer təvrəşin ölçəş punktinin 2020 yılı 22 iyun Şarkı Türkistan'ın Lopnur nahiyesinde 2,75 bal yer təvrəgənligini ölçəp çıxanlığını tilgə alıb, özünün bu vaxtdaki sallıq məlumatlarına diqqət qılğanlığını, bu təvrəşinin kan açqandaki partıltış yoki yer təvrəşki oxşumaydıqanlığını, bəlkə yadro sınıqının alametlərə dəl mas keldiğanlığını təkidlədi bu yerdəki sözüdə. O yana Xitayның yer təvrəşini təkşürüş ünümdarlığını tövəllətdiğən bir xil texnikadan faydalanıb, taşqı dünyadan bu sınaqını yoşuruşqa uğrunğanlığını bildirdi. İlgiri Thomas Dinanno Cənvəd qan sözdə bu şəkildə degendi. Xitay müşündə faydalanıbdı bu texnikadan da. Bu yadımı yana bu Christopher Yov bunu texnik təkidləb aşkar edildi. Əmizə məlum bolğandək Amerika prezidenti Donald Trump buldur 11. aydakı bir televiziya ziyaretində Xitay bilen Rusiyanın çonqur yer astıda yoşurun yadro sınıq qılıbatqanlığını bildirgəndi şu vaxtıda. Və Amerikanın hərbi işlərə məsul muavin Taşqı İşlər Ministeri Thomas Dinanno yuqur deginimdək oturuğa qoydu ilgiri Cənvədik qılan sözüdə. Amerika Taşqı İşlər Ministeri Marco Rubio mu Muşu Thomas Dinanno bilen oxşaş gündə bir yazma bayanat elan qılıb Xitayның yıllardan bu yan şu yadro çekilmesiga qarata kelishimlarga imzo atgan bo'lishiga qaramay yadro qoral ambirini izchil zo'raytib kelayotganligini 2020 yildan buyon yadro qoral zapasning 200dan 600 ga ko'payganligini 2030 yilga borganda 1000 dan eshib ketishi mumkinligini bildirgandi shu vaqtida.
Demek bu mesele şundaq gün tərtib kelyapdydy. Amerika ayni vaqtda şu maxfi yadro sınaqının qayerda icra qılınğanlygını abay yuqur degenimdek uçq aşkar elan qılmagan bolsun bu qatim bu Christopher Yow aniq holatda Sharq Turkistonda ekanligini tafsilotlarni oshkorladi Xitoyning nimalarni qilganligini. Albatta Xitoy 1964-yildan buyon hozir qadar ishg'oliyat ostidagi vatanimiz Sharq Turkistonda son sanoqsiz yadro yadro sinoqlari qilayotganligini nurg'un xalqaroliq dokumentlarda aşkarlanıp yıllardan buyon sözlənib kelayotgan bir məsələ ekanligi ən az bolğandımı şu 50 qitimga yaqin yadro sınıqı elib barğanlığı ta'kidlangan, o'tirg'i qo'yilib kelayotgan bir masala hammalarga ma'lum bo'lgandek Sharq Turkistonning har qaysi joylarida mesela Taklimakan va shu Lopnur rayoni ig'ir yadro bulg'unishiga sabab bo'lib kelayotganligi nurg'un ta'kidlanib kelgan. Shundaqla mushu sabablik yadro sınıqı sabablik nurg'unlagan xalqimizning Uyg'urlarning har xil kasallik, o'lib ketish va xilma-xil g'alati kasalliklarga giribdor bo'lganligimi ta'kidlanib kelayotgan, isbotlanib kelgan bir masala. Hatto doktorlar tarafidan o'z vaqtida nurg'un xalqaro axborotlarga guvohlik bergan nimalar bor masalan. Xitoy albatta zo'r bir turkum Uyg'urlarning shundaq yadro bulg'unishiga, o'lib ketishiga sabab bo'lgan mana shundaq jinoyatlarni ishlab kelayotganlik, ishg'oliyatdan buyon buni qilyotdi. Albatta xalqimizningki na kasal bo'lishi, na o'lib ketishi xiyoliga kelmaydigan bir masala. Hatto bu tajribalarni elib berayotganligini inkor qilib kelyotdi Xitoy yillardan buyon. Bu Lopnur meselesi bulup ekologik muhitning yadro sınaqlarının salbiy ta'siriga uchirganligini besim sabablik ma'lum darajada e'tirof qilgan bo'lsin Xitoy keyingi yillarda buni ayni vaqtda davlat manfaati uchun berilgan qurbonlik deb nomussizlarcha bu so'zni ishiltib turib jari selib kelyapti damda qilgan shu jinoyatlarini. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoy Yaponiyaning 20 shirkatini jazo tizimligiga kirgizdi. Albatta Yaponiya Xitoy o'rtasidagi bu bo'libmi sanoat taqoyichi hokimiyat kelgandan bo'layotgan yirikchilik hammamizga ma'lum kun sari kuchayib menyapti, qadrli ko'ruvchilarimiz. Bu qatim Xitoy albatta ushuqligi bilan har qatim qila oladigan Yaponiyaga sala oladigan har qanday besim bu narsalar har qanday bir yuchuq topsa eng kichik bir bahona bilan Yaponiyaga besim qilib kelyapti. Bu qatim 24-fevral Xitoy Savdo Ministerligi Yaponiyaning 20 shirkatini import-eksportni kuzatish tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. Ikki taraf munosabati qattiq yiriklashayotgan bir vaziyatda chiqarilgan bu qarorga albatta Yaponiya qattiq norozilik bildirdi. Xitoy Savdo Ministerligi e'lon qilgan bayonotda Subaru guruhi qatorliq Yaponiyaning 20 shirkatining harbiy puhraviy qo'sh ishiltishchan mahsulotlarining oxirgi xaridorini oxirgi ishiltish o'rnini tekshirgili bo'lmaydiganligi bu sabablik mazkur tizimlikka kirgizilganligi bildirilgan. O'ylab boqaylik qanchalik bema'ni bir sabab ko'rsatgan. Amaliyotda sining Xitoyning nurg'un chet elga import eksport qilayotgan son-sanoqsiz mahsulotlari qo'sh ishiltishchan mahsulot. Hatto Rossiyaga masalan import qilgan eksport qilgan mallarning nurg'unlarininki shu harbiy jihatdan ishiltish ehtimolligining yuqori ekanligi bildirilib, qanchalagan qatim dokumentlar sunilgan. Amaliyotda Xitoy eksport qilyapti bunga o'xshash qo'sh ishiltishchan mallarni. Xitoy bu yerda nomussizlarcha buni ilgari surgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi axborot e'lon qilish yig'inida bu vaqtdagi savolga javob berib, Xitoyning davlat manfaati va bexatarlikni ko'zda tutib bu qarorni chiqarganligi maqsadi bo'lsa Yaponiyaning qayta qurollanish va yadro quroliga ega bo'lish niyatini tuzish ekanligini ta'kidlab buni bildirgan. Yaponiya ichki kabinet ishxonasining muavin boshlig'i K.E. Sato Xitoyning qaroridan afsuslanganligini, buni hargiz qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini, Yaponiya tarafining qattiq norozilik bildirganligini bu qarorga va Xitoydan bu qarorni qaytarib olishni talab qilganligini bildirgan Yaponiya. Yaponiya bosh vaziri Sanoat Takaichi vazifaga o'tirgandan buyon Yaponiya Xitoy munosabati davomli yiriklashyapti, albatta bizga ma'lum bo'lgandek.
buningki masalasini to'xtaldik ilgari. Takaichining Tayvan haqidagi pozitsiyasi, Xitoy tahdidini ta'kidlashi va harbiy xarajatni oshirish harakatlari Xitoyni izchil qattiq bearam qilib kelayotgan masalalarning biri qadarlik ko'rilmalarimiz. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bo'lsa, shu Myunxendagi yig'inda ilgari buni albatta kundalik xabarlarimizni sunduq. Tehdit selib Yaponiyaga tehdit sağan şekilde Wang Yi nima degan bu yerda Yaponiya xalqi radikal, o'ngchil, hatto militarizmni qayta tirildirishni o'ylayotgan kuchlar tarafidan majburiy ergashtirilmasligi, qaymoqtirilmasligi kerak. Agar Yaponiya bu kon yo'lga qaytishni tanlasa, faqat o'zini halok qiladi deb bildirgan edi Wang Yi. Yaponiya tashqi ishlar vazirati bo'lsa Xitoyni qattiq ogohlantirib, bu da'volarni paketga uyg'un emas va asossiz deb javob qaytargandi. Yani o'ylab qo'ydi yani. Wang Yi'ning qilgan so'zini qanchalik bema'niligini. Bu qatam amaliyotda Takaichining, sanoat Takaichining g'alaba qilib, yangi saylamda qaytadan xalqning kuchli qo'llashiga Xitoyning shunchalar besimiga qaramay, amaliyotda Yaponiya xalqi qo'llamagan bo'lsa, sanoat Takaichi bu qatam g'alaba qilolmagan bo'ladi yani. Takaichining bu qatamqi yurgizayotgan Xitoyga qarata yurgizayotgan siyosatlarini eng kuchli qo'llaganligining, Xitoyga bir kaçat urganligining isboti yangi saylamda amalga oshganligini hammamiz bilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Amerika hukumati texnika shirkatlarini Xitoy-Tayvan urushidan ogohlantirgan. Albatta, texnika masalalarimi davomli holatda kun tartib turayotgan Xitoyninki mush texnika orqali dunyoda nurg'unlagan qalaymiqonchilik chiqarayotgan masalalar davomli kun tartibdagi masala. Bu qatimg'imi Amerika Markaziy istixborot idorasi CIA bilan davlatlik istixborot organi amaldorlari 2023-yil 7-oyda Kremniy jilg'isidagi bir ishxonada Apple, Nvidia, AMD qatorliq bir turkum texnik magnatlarining bosh ijroiya amaldorlar bilan maxfiy bir yig'in o'tkazib, yig'in ochib, Xitoyning 2027-yili Tayvanga hujum qilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Yani New York vaqt kezining 24-fevraldagi xabarda 2023-yili mana shunday bir yig'in, maxfiy yig'in ochilib, bu texnik magnatlarga shu CIA va davlatlik istixborot organi mushlarga ma'lumot bergan. Xitoyning 2027-yili Tayvanga hujum qilish ehtimoli haqida degan narsani o'tirib qo'ydimdi. Bu yig'inga ayni vaqtda Markaziy istixborot idorasi CIA boshlig'i William Burns bilan davlatlik istixborot organining boshlig'i Avril Haines riyosatchilik qilganligini o'tirib qo'ygan New York kezdi. Ikkilan Xitoyning harbiy chiqimining uzluksiz zo'rayib, bu urushga tayyorlik qilish mashq salmoqining eshiyotganligini, bu alomatlar sababli 2027-yildagi xatarni sal cheg'lashga bo'lmaydiganligini aytgan shu vaqtdagi yig'inda. Amerika Moliya ministri Scott Bessent bo'lsa, o'tgan oyda Davosda ochilgan dunyo iqtisod munbirida ogohlantirib, navbatda ilg'or o'zaklarning 97%ning Tayvanda ishlab chiqarilganligini, buning yer shari iqtisodiy duch kelayotgan zo'r bir xavf ekanligini, agar Tayvan oraliq qo'rshavga ilinsa yoki ishlab chiqarish iqtidori vayron qilinsa, buning bir iqtisodiy qiyomat bo'lganligini ta'kidlagan. Moliya ministri Scott bu yangi bir masala 3 yil oldida bular istixborot CIA qatorliqlar bular ta'kidladi. Yaqinda Davos yig'inida bo'lsa, Moliya ministri 97% g'oyat zo'r bir raqamda bo'lamdi. Haqiqatan Tayvanda bir ish bo'lsa, butun dunyoga qanday bir ishlarning bo'lganligini ko'rib olish ta'sir masalasi. Yerim o'tkazgich sanoati jamiyati bo'lsa, 2022-yil tayyorlangan bir maxfiy dokumentda agar Tayvanning o'zak ta'minoti uzilib qolsa, Tayvanda har qanday bir ish bo'lib yoki Xitoy besib kirib degandek, Amerikaning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 11% tövellaydiganligi, buning chekinish darajasi 2008-yildagi moliya krizisining 2 hissasiga to'g'ri kelganligini bildirgan. Xitoy iqtisodining tövellash nisbati bo'lsa 16% ga yetishi mumkinligi bildirganda bu o'zak yerim o'tkazuvchi sanoat jamiyati e'lon qilgan dokumentda.
yer şari ve iqtisadi bolsa, iqtisadi, yer şari ve umumi yer şari ve iqtisadi ziyan 10 trilyon dollardan eşip ketadiganligini bildirgan. Tayvanda bira mesele chiqsa. İstihbarat sahasidan kuchlik signallar chiqqan bo'lsa-mu, bu qatimqi bu xabar nurg'un manbalarning aytishicha, yig'inga qatnashgan texnika shirkatlari zakazlarini darhol Amerikadagi zavodlarga yo'tkamagan. Buning sababi bo'lsa tannarxining yuqoriligi va ishlab chiqarish iqtidorining intayin kamchil ekanligi sababdan Trump hokimiyatga kelgandan keyin bu nurg'un besim ishlatayotganimizga ma'lum bo'lgandek, ba'zi shirkatlar o'zininki ishlab chiqarish o'rinlarini Amerikaga yoki boshqa davlatlarga yo'tkazishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin nurg'un shirkatlar hali ham yo'tkamaganligi ma'lum. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Germaniya bosh ministri Xitoyni ziyorat qildi. Albatta, qadrli ko'ruvchilarimiz, Trump Yevropa rahbarlarini birdan kaçatlab nurg'un tahdidlarni ishlatayotganligi ma'lum. Trumpning bu besimidan qochayotgan Yevropa rahbarlari birdan Xitoyni ziyorat qilib, xuddi bir chiqish yo'li, boshqa bir kuch izlayotgandek bir ko'rinishni yaqinqi oylarda ko'ryapmiz orqa-orqadan. Bu qatim Germaniya bosh ministri Friedrich Merz 25 fevral Xitoy ziyarati uchun Beijingga yetib bordi. Xi Jinping bilan ko'rishib bir qism kelishimlarni tuzdi bu qatim. Fransiya xabar agentligi va dunyoning nurg'un axborotlarida tilga ilingan xabar Merz bilan Xi Jinping ikki tarafning texmi quyuq strategik munosabatni taraqqiy qildirishga kuch chiqarayotganligini ta'kidlashgan bu ko'rishda. Merz bu qatimliq ziyoratni iqtisodiy aloqani kuchaytirishdagi isil fursat deb qaraydiganligini bildirgan bo'lsa, Xi Jinping Merzga ikki taraf munosabatini yangi bir baldaga ko'tarishni xohlaydiganligini aytgan. Xuddi ilgirki Yevropa rahbarlari, uning ichida Angliya bosh vaziridan tortib hammasi bilan ko'rishgan vaqtida Xi Jinping hiligarlik bilan Trumpdan qachat yegan bu rahbarlarni o'ziga tortishga, o'zining albatta Xitoyning birinchi manfaatini qo'lga keltirish bilan birga buningga tirishyapti Xi Jinping albatta. Merzning aytishicha, uchrashuv jarayonida Xi Jinping yana Tayvan masalasini tilga olgan. Xi Jinping tilga olganda boshda Merz Xitoyning Tayvanga qoral kuch ishlatishga qarshi turadiganligini, har qanday birlikka kelishning cho'qim tinch yo'l bilan bo'lishi kerakligini ta'kidlagan Germaniya bosh ministri. Bu qatimliq ziyorat jarayonidagi suhbat natijasida Xitoy Germaniyadan eng ko'p bo'lganda 120 Airbus aeroplani sotib olishga qo'shilgan. Merz yana boshqa to'xtamlar haqida suhbat davomlashayotganligini, Xitoyning ichki ehtiyojini oshirish va texmi adil raqobat muhiti yaratish uchun qurilmaliq islohot yurgizishni tashabbus qilganligini, albatta Yevropa bilan Xitoy o'rtasidagi bu savdo tengpungsizligi, adolatsizlik, bu davomli Yevropaning har qanday rahbari Xitoyga borsa, tilga o'tirib qo'yib kelayotgan masalalarning biri. İçki ihtiyojga qarata buni texmbak oshirgan, texmi adil raqobat muhiti shakllansin. O'zining davlat Xitoy nurg'un shirkatlarni davlat tarafidan qo'llab turib, Yevropa bozorlarini, dunyo bozorlarini paxalliqqa, shu yerdagi sanoatchilarni vayron qilishga urinayotganligi uchun bu har doim bütün ko'rishlarda tilga ilinib kelayotgan masalalarning biri. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida yangi savdo to'qinishi yuz berishi mumkinligini tilga olganda Merz, agar sen o'zingning bu masalalarni o'ngishmasang, ko'rish yuz berish, savdo to'qinish yuz berishi mumkin deganlarni ta'kidlagan. Bu qatimliq ziyorat Merzning tunji qatim bosh ministerlik salohiyati bilan Xitoyni ziyorat qilishi bo'lib hisoblandi. Angliya, Fransiya, Kanada bosh ministerlaridan keyin yaqinqi mezgillarda Xitoyni ziyorat qilgan yana bir g'arb davlati rahbari bo'lib qoldi Merz. Xo'sh, albatta suhbatimiz jarayonida buni tilga olamiz. İstanbul'dagi kitob yarmankasida Uyg'urcha kitoblarmi o'rin oldi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Turkiya Diniy ishlar boshqarmasi idorasi tarafidan her yili o'rinlashtirilib kelayotgan shu ulug' Ramazon oyida o'rinlashtirildi bu faoliyat. Nihoyatda ma'nilik, go'zal bir faoliyat.
bu yıllık Ramazan yarmankasi. Bu yıl 43. qitimliqiga qadam qo'ygan bu yarmanka 27 fevral Cuma namazından keyin echilish murosimi bilan boshlandi. Kitob yarmankasi burunqidagi İstanbuldagi mashhur masjidlardan biri bo'lgan Fatih Camisining hovlisiga o'rinlashtirildi. Yıllardan buyon nashriyatchilik sohasida aktiv xizmat qilib kelayotgan Avlod nashriyati bo'lsa, bu qitimqi yarmankaga yarmankada yana maxsus yer açıp bu yerda muhacirati nashr qilingan va qaytib esilgan ilgari vatanda nashr qilinib, hozir vatanda tab qilinmaydi bu kitoblarni. Bu yerda qaytib esilgan Uyg'urcha kitob jurnallar bilan yarmankaga qatnashdi bu qatimmi. Bu Avlod nashriyatining mazkur yarmankaga ikkinchi qatim qatnashishi hisoblandi. Bu yillik yarmanka, qadrli ko'ruvchilarimiz, 27 fevraldan 17 martgacha her kuni Fatih Camisi hovlisida saat 10:20dan kech saat 23gacha, kech saat 11gacha davomlashadi. Bu yerdan ekranimizdan bugun albatta hammamizga ma'lum bo'lgandek Sharq Turkistonda Uyg'ur nashriyatchiligi, kitoblarimiz bularning hammasi chekilinayotgan, yo'q qilinayotgan mushundaq bir mezgilde albatta hatta muhaciratdagi bo'lib Turkiyadagi shu kitobxonlarimizmi arqadan bu yerda ko'p xaridorning bo'lmasligi sababli taqilib qolayotgan o'zini o'zi qamdayolmay mushundaq bir muhitda bundaq bir yarmankada bizningki shu har xil kitoblarimizning yer ilib bundaq faoliyatlarning bo'lishi albatta intayin qimmatli. Shuning uchun bu ulug' Ramazonda İstanbulda bo'lgan xalqimizni ballarını elib iftar qilish Fatih Camisi'dek bir güzel bir mübarek camide şu yerda iftarlık qilishdan burun berib, müşani ko'rib, kitaplarını setib elib bu güzel muhitdan farzandlarimizni hem özümüz hem farzandlarimiz bu güzel muhitdan foydalanishi kerak deb qaraymiz, chaqirimiz ham bu qarindoshlarimizni ham har xil jihatdan qo'llagan bo'lamiz bir tarafdan. Buni tavsiya qilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz bu haftadagi muhim xabarlarning. Xitoyning eksport ma'lumotlari bilan Amerikaning tamojni xotiralari o'rtasidagi farq 112 milliard dollarga yetgan bo'lib, Xitoyning Trump davrida yo'l qo'yilgan qo'shimcha tamojni bejidan qaytishdagi sistemalik boj o'g'irlash qilmishlarining rekord saviyasiga yetganligini oshkorladi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Trump shunchavala besim, shunchavala jazo qonunni chiqargan bo'lsa-mu qarab boqaylik. Xitoy e'lon qilgan sondan Amerikaning xotirasiga kirgan xotirlangan narsa o'rtasidagi farq 112 milliard dollar yani. Mushunchavala g'oyat zo'r malni qachoq yo'llar bilan, har xil qonunsiz yo'llar bilan Amerikaga tiqalagan Xitoy yani. Bu intayin qo'rqinchli bir raqam. Yana Yevropa İttifaqı'nın savdo ishlari mas'uli Maros Sefcovic Dünya Savdo Tashkilotining Xitoyni eng e'tibor beriladigan davlatlar qatorida turg'izish qoidasini qaytadan baholab chiqishi kerakligini, chunki navbatda Xitoy dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavdaga aylanayotgan mezgildimi to'van tamojni bejidan bahramand bo'lishiga sharoit yaratib berishning adolatsizlik bo'lganligini bildirdi. İnsanlar degeskenmemdi, nerede uxlab qaldığını degeskenmemdi. Yani heyligacha, hazırgacha bilmedimmi degeskeldi insanlar. Hakikaten qanchalik shumirayotganligi, numussizlarcha heli ham men shundoq kuchuklanib turib Xitoy, men ojizdim, taraqqiy qilayotgandim u bu deb har xil tamojna bojlaridan, to'van tamojna bojidan bahramand bo'lib turib, dunyoni qanday vayron qilayotganligini bilamiz. Xo'sh, doktor Erkin Akram agarda kirgan bo'lsa, suhbatimizni boshlasak, bir qancha xabarlarimiz bor. Buni heli deyli Erkin Akram efendimde so'ragan vaqtida. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum salom. Ko'pdan ko'p rahmat oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Mamnun rahmat aytaman. Rahmat. Doktor oldi bilan bu 20 New York vaqt kezining 24 fevral e'lon qilgan xabarni bir analiz qilib boqsak, bu xabarda 2023-yilda Amerika Markaziy istixborot idorasi CIA va davlatlik istixborot organi amaldorlari shu 2023-yil 7-oyda Krimni jilg'isdagi bir ishxonada Apple, Nvidia, AMD qatorliq bu texnika magnatlarning
Şu reislerini, icraiye əməldarlar bilan bir məxfi yığın açıb Xitayning 2027-yili Tayvanga hücum qilish mumkinligi to'g'risida ogohlantirish berganligini o'tirib qo'ydi New York gezdi. Bu o'z vaqtida shu CIA boshlig'i William Burns bilan davlat istixborot organining boshlig'i Avril Haines siyosatchilik qilgan ekan. Hamda shu masala o'tirib qo'yilyapti. Biz hozir 2026-yilda, 2027-yili Xitoyninki Tayvanga hücum qilish ehtimoligi borligini bu katta boshlar bilan so'zlashib ekan hamda istixborot idorasi Amerikaning. Bu qatim Amerika Moliya ministri Scott Bessent bo'lsa o'tgan oydagi Davosda ochilgan yig'inda Xitoyning navbatda shu eng ilg'or o'zaklarning 97%ning Tayvanda ishlab chiqarilganligini, buning butun dunyo uchun intayin cho'ng bir xatar ekanligini, eng zo'r bir xavf, agar Tayvan oraliq qo'rshavga ilinsa yoki ishlab chiqarish iqtidori vayron qilinsa, buning bir iqtisodiy qiyomat bo'lganligini bildirdi hamda. Biz bu ikkisini 2023-yildagi bu gap bilan hozir Davosda qilingan bu gapni qanday analiz qilamiz? Xitoy haqiqatan 2027-yil mana shunday bir harakat qilib qilish ehtimoligi qanchalik Xitoyniki Tayvanga qarata? Sizning bir fikringiz olgan bo'lsak. Xo'sh, bu 2027-da Xitoy armiyasininki qurilganining 100 yili bo'ladi hamda. Belki buni sembolik jihatdan buni qilishining ehtimoli bor. Undan keyin bu Xi Jinpingmi, ya'ni Mao'dinmi cho'ng bir lider bo'laman, tarixda yozilman deb o'yi bo'lishi mumkinki, bu jihatdan nurg'un tadqiqotlarmi bor. Ya'ni seviyasi va bilimi unchalik bo'lmasimi, ammo xiyoli yomon cho'ng deb. Shuningga buningki bor vaqtida, ya'ni Xi Jinpingningki bor vaqtida Tayvanga bir hujum qilishninki ehtimoli mubahimda. Xi Jinping jihatdan desak, Amerika jihatdan deydigan bo'lsak, yaqinqi vaqtlarda dunyoda shu nima xalqaro tuzum, xalqaro qonun, xalqaro tartiblar buzilyotidi. Bu buzilish ba'zi davlatlar almoqchi bo'lgan ba'zi zamin to'proqlarning ilishiga bir fursatni yaratyotidi. Chunki tartib tuzum buzilgandan keyin hammadan o'zining manfaatini o'ylab harakatga o'tish mumkin. Bütün shu ahvollar Xitoyning 2027'da bir Tayvanga qarta bir harakat ilib berishini ko'zladi. Xo'sh. Ama bununki qiyin taraflari bor hamda. Misaliga 1979'da 4-oyda shu Amerikaningki Tayvanga qarta ilingan bir qonun bor. Tayvan bilan munosabatlarda. Undan keyin bu Reaganning vaqtida 6 matliq Tayvanni qo'llab qilish uchun 6 matliq maxfiy nimalar bor. Hujjat bor. Undan boshqa, ya'ni shu keyingi yillarda, shu keyingi 20 yilning ichida 2-3 ashuna hujjat bor Tayvanni qo'llab qilish. Xo'sh. Bu bir voqea bo'lib qolgan chog'da shu qonunni ishga solish uchun Amerikadagilar, ya'ni Amerikami bu jangga aralashadi degan gap hamda. Amerika aralashgandan keyin bu jangninki mayli shu cho'ng kichikligi, mayli dunyoga yeyilish yoki Osiyo Tinch okeanus tarafga yeyilish jihatdan desak, ya'ni kenglikda jihat desak, yomon cho'ng bir masala bo'lib qoladi hamda. Ondan keyin siyosiy, xalqaro siyosiy besimlar bo'lishi mumkin. Gerçi Rusya biz Xitoyni qo'llaymiz Tayvan ilishida degan bo'lsa-mu, biraz qiyinchilik var. O harbiy jihatdan, mudofaa jihatdan bu Xitoy Amerikaningki urushi zaten bir dunyoninki eng cho'ng urushi bo'ldi bu yer sharini. Eng oxirida kim yutib oladi, bu bir mujmal bir mesele. Amerika keyingi yillarda shu yapay zeka bilan sinaq qilib, Xitoy bilan jang qilib qolsa qanday qilamiz deb. Xitoyni Aranla uftalaydi ekanda, Aranla degani ya'ni futur yetishmi mumkin ekan. Bu gapni o'z vaqtida shu bultularda Amerikaning hozirgi nimdaymiz, urush ministri deymizmi, mudofaa ministri. Urush ministri. Bu gaplar.
Şununla hazır Amerika tehi Xitayga Xitayning Tayvanga hujum qilib qolsa, taqabul turdigan jetdagi qararlıq tehi onu ko'ramidik de irodasini. Bu hammasi Xi Jinping'ninki 2027'de jang qilishninki bir fursatini yaratib bergandek ko'rinyapti-da. Xitoy jetdan deydigan bo'lsak, nurg'un generallarni ep tashildi. Xitoyninki armiylari shu harbiy manevradan boshqa bir jangga qaytilib va u jangda harbiylar emas, shu ishlatayotgan ilg'or qurollar bir-birisiga moslashtirib, shundoq jangga kirdigan munda bir mashq nima deb to'liq qila olgan emas hamda. İsil kuralları bağ deyilyapti. Ama onu jangda nayeti önümlük işiltəlisi buldu. Şununla bu jangda mayli deniz armiyasi, hava armiyasi bo'lsin, bularninki hareketleri nima moslashish lazım. Ondan başka Tayvan'a yaqinqi yillarda ham Amerikadan qurollarni ilyapti. O'zimi ba'zi qurollarni ishlab chiqaryapti. Ya'ni Xitoyga taqabul turish uchun. Şununla bu jangning ihtimoli bor, ama şu derecedeki bir qiyinchilik mı bor? Hozirgi vaziyat mushu deb Xo'sh. ko'raman. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi yana bir xabarimiz kelsak, Germaniya bosh ministri Xitoyni ziyorat qildi. Albatta ilgirki shu Yevropa rahbarlari umumiyatdan Trump'ның bu qattiq besimlari bilan Xitoyga aqaqidan ziyorat qilyapti. Biz ilgirki haftalarda bilan suhbat qildik bu masalani. 25 fevral Friedrich Merz ziyorat qilgan bo'ldi. Albatta bu ziyoratda yani shu savdo bu deb Tayvan masalasini tilga ilinganligini Merz o'tirib qo'ygan. Bu qatim Merz bo'lsa yana shu biz harbiy kuch ishlatishni qarshi turamiz bu deb tinchlik bilan bo'lish kerak har qanday bir ish bo'lsa deganni o'ttirib qo'yibdi. Ham sizga bu yerdagi Yevropa rahbarlarininki Merz buning ichida aqaqidan Xitoyni ziyorat qilishi, ya'ni Trumpninki bular qilayotgan kuchlik besimi sababli yangi bir chiqish yo'li izlab beryapti. Buning Amerika qanday inkos qaytirdi bu yaqinlashishlarga Yevropa ittifoqidagi rahbarlarninki Xitoyga aqaqidan bunday ziyorat qilishi sizningki fikringiz bo'ladi? Amerika taraf buni xohlamaydi hamda. O'tganda Kanada bosh ministri Carney'ni borgan chaqdimi, berib kelgan chaqdimi, Xo'sh. Trump buni tanqid qildi. Merz borgan vaqtidami Xitoy bilan kelishyapti. Ha, bo'pti, unda ishlarmi deyapti. Aslida masxir bir qiliqida hamda buni. Shu. Yani Amerika shu Yevropa devletlerinin Xitoy bilan yaqinlashib hamda bevosita bo'lmasa Rossiya bilan belki yaqin bo'lib ketishni xohlamaydi hamda. Ama bu Yevropa devletler bu nimaga Xitoyga ehtiyoj bor. Shu bo'libmi Xitoyninki bosirga ehtiyoj bor. Ya'ni Xitoyninki bir kuch bo'lg'ashqa bu kuchninki yanada turayli emas. Yani Yevropa o'zininki iqtisodini o'ylashga to'g'ri keldi. Chunki tijorat jihatdan, iqtisod jihatdan Trump'dan kelgan bu zarbini aldı bular. Yeni bir yo'lni izlash lazım. Bu iqtisod tijoratda shu Xitoydan bir yo'l izlashga tirishyapti, bir imkon izlashga tirishyapti. Misoliga harbiy mudofaa jihatda Xitoyni izlamayapti. O'zlari muzokara qilib, o'zlari qilmoqchi buni. Ama bunda Amerika Yevropa arasındaki bu jiriklik Xitoyga foydali hamda. Çünkü bu ikki g'arbning eng cho'ng kuchi ikki taraf birlashmasa, ya'ni birlikda bo'lamasa, Xitoyga cho'ng bir besim bo'lamaydi hamda. Bir Amerikaga taqabul turalaydi. Bu Yevropa birligiga taqabul turalaydi, ama Yevropa Amerika birlikda yoki boshqa g'arb davlatlar birlikda Xitoyga besim ishlatgan vaqtida Xitoy unga chidamaydi. Shuningga Yevropa Xitoyninki yirik munosabati Xitoyga foyda. Ikkinchisi, Xitoyninki yurgizayotgan bir yangi İpek yo'li strategiyasi bor. Bu strategiyaning
esas maksatı şu Avrupa pazarı ile Xitay pazarını birleştirmekçi. Xoş. Bu ikili baza yani birleştirmekçi degeni mi? O e, chet tili bilan deganda integratsiya qilish endi. Agar de qiladigan chog'da Xitoy dunyo iqtisodiy kuchining %45'ini, ticari kuchining %60'ini qo'lga tushira oladi. Undaqda hamda buningkin dunyoninki mushu iqtisodiy, ticari, pul muomalasi degandek nurg'un sohalarda qurol qoidalarni Xitoy qo'yib qo'yishga tirishadi. Yani Xitoy super devlet, yani Cihangir devlet bo'la oladigan yo'l ichildi. Xoş. Shuningga bu Yevropaning Xitoy Amerikadan ijroq o'ziga yaqin bo'lsa-da. Üçüncüsü Xitoy şu Sharqiy Yevropa devletlari bilan yaqin munosabatlari bor. Xoş. Sharqiy Yevropa, bir qism O'rta Yevropa bularni yeniga tortib turib, G'arb Yevropaning orasida ziddiyat yaratish. Yani men bu yerda fitna tiyirmayman ama Sharqiy Yevropa devletlari bilan yaqin munosabatim şu G'arb devletleri bilan, G'arb Yevropa bilan bo'lgan munosabatni, bo'libmi ishonchlik munosabatni zedelaydi yani. Xoş, xoş. Şunun Xitoy Yevropaga ehtiyoj bor. Aciyetten yani iqtisod ticaretde Xitoyga ehtiyoj bor. Hozirgacha geopolitik jet yani Amerikaga qarshi Xitoy bilan hamkorlik qilaylik, birlikda bo'laylik deydigan bunda bir ahvol yo'q. Bo'lsa-mu shu iqtisod, tijorat, texnologiya degandek shu sohada bo'lyotidi. Hozirgi vaziyat shu hamda. Doğru. Doktor, müşahede hazır Avrupa meselesinin bu ticaret iki arasındaki bu tanıpsızlık tilga alındı. Ma ilqi Marus Sefcovich'nin gibi sözü varmış yaptı. Biz mühim haber ben yazımını çıkarıp koyalım şeyge. Yani bu katım bir hitap kılıp deptemdi bu ilqi mesela. Hazır bu Avrupa İttifakı bilen Xitayning o'ttirisindagi bu tanıpsızlık şu adedin ziyade tasavvur qilsa bo'lib ketadi. Xitoy bo'lsa shu töven Dünya Soğuk Teşkilatı'daki töven tamojni beci nimesinden paydalanıp durup bunu kılıvatıdı. Bu çokum kayıtidin közden keçiriliş gerek. Bulmasa dünyanın ikinci gücü de bununla aylangan Xitayga yana muşundan muamele kılış bu başka devletler kılınan bir adaletsizlik oldu diyene otturga koydu hem de. Şuna bu ikisine o kavati acaba sizce Xitayning hazırgacha mana muşundak imtiyazdan paydalanıp durup dünya pazarlarına pahalı kılıp bunun için elbette Avrupa'nın var. Muşundak kılışıga emniyetli yol koyup bir vatkan yıllardan bir. Nemiş ki bunu hazırgacha to'xtatmadi degisi keldi insonniki. Yani Xitoy ise Allah bunun taraqqiy qilib bo'lding. Sen de başkalarga o'xshash boshda o'ylaysa u bu degandan nemiş ki yol qo'yanmadi. Bu chaqiriqlar Yevropaning rahbarlari hamda o'tirib qo'yadi bu chaqiriqni. Aslında necha yildan beri bu gaplar bor. Xitoy bu chetdimi o'zininki haqli tarafni jakolab turib, bularga taqabul turyotidi. Misolga deylik, Xitoy shu 2000-yilda Dünya Ticaret Teşkilatı'na kirdi, a'zo bo'ldi. A'zo bo'lgandan keyin Xitoyning mollari butun dunyoga besib kirdi. Şu vaqtlarda Türkiye o'zininki shu Xitoy mollari o'zininki ishlab chiqarish kuchiga ziyon berganligini ko'rib, Dünya Ticaret Savdo Teşkilatı'nınki a'zosining ichida o vaqtda 134 a'zo bordi. A'zoning ichida birinchi bo'lib Xitoyga anti-dumping deymiz bu meliga qarshi qaytarib berish faoliyatini boshladi. Ama Avrupa devletler ergeçkenler bek bo'lmadi. Amerika bu yerda jim turib oldi. Shuningla bu Türkiye yolg'iz beshiga qolgandan keyin Xitoy bilan ba'zan Xitoy moliga qarshi ba'zi cheklamalarni ekyotdi. Ba'zi devletler doğru baktı ama Xitoy ularga texmi jazo berishga boshladi. Misolga Avstraliya shuna bir qilib baktı. Xitoy ularga bir jazo bergandan keyin, tijorat to'xtab qolgandan keyin Avstraliyanınki ziyniga bu paydo bo'lib qoldi. Japoniya shunda, boshqa devletler, bazı devletler shunda, Amerikaga shunda qildi ama Amerika Xitoy munosabati g'ayretiki, shu Trump 2019'dan beri Xitoyga qarshi shu savdo urushini boshladi ama her yıl savdoları o'sib minmadi yani. Şu. Yani savdoning so'mi azilish lozimdi ama o'sib minmadi.
Avrupa Birliği bile boğan ticaret somumu aşındak buluvadıdı. Yani üsüp minvadıdı. Bunda bu bir peyde hem de bu Amerika, Avrupa devletler Xitaydan bu ticaretten Xitaydan mı payda ilvatkandan keyin bazen gibi ne teşvik koyup ama devam kılamaydıgan bir ahval buluvadıdı. Hazır hem de biraz kıyınvadıdı. Amerika tarafıma davadıdı. Muşu Dünya Ticaret Teşkilatı'nı özgerteyle ıslahat kılaylı deydi. Xitay mı deydi o hay aşına kılaylı deydi. O teşkilattan çıkırıp deyli Xitay'ın deydi. Ona çıkırış bek tezken. Kırgen adamını çıkırış tezken. Kırış mı tez? Xitay 15 yıl tırışıp alan azabı var. Şununla bu Xitay'ın qoğlaşma bek tezken. Muşu Clinton'ın ki vaxtıda Amerika prezidenti Clinton'ın vaxtıda Xitayga bir alayda imtiyazlıq ticari haqqını vergence. Yani Xitay'ınki malum malları şu Amerika'da asanla sitilip Amerika'nınki tamojada asanla kıralaydıgan bir haqqını tonuğan. Bu haqqını aldırı deydigan hazır Amerika'nınki meclislerinde bunu talaş tartış kılıvadıdı. Avrupa Birliği bolsa misalga siz bergen misallar bolsun başka şu Avrupa devletlerininki baş ministerleri Xitayga bargan çağda mı onu davadıdı. Yani Xitay Avrupaga bu eksport kıldıgan malga manda koşumca bir yardım pul bermesin davadıdı. Xitay bu çetelge setilgan mallarga hemmisi devlet onunla yardım berdi. Pul berdi. Swanson deydigan. Şununla bu Xitay onu toxtatmaydı. Çünkü Xitay aran şunda dünya bazarıga misalga maşin deymiz, başka bazı mesulatlar deymiz. Hazır dünya bazarıda birinci orunda. O orununu tatkız koyuşunu kalmaydı. Bulup mu hazırkı elektron maşinla, otomatik maşinla bu halkaraga satkan vaxtıda eğer de aşındak Avrupa devletlerinin başlıklarının ki diginedek pul töylep kımanla dese Xitay o orununu tatkız koydu. Hem de maşinini cık satamaydı. Maşinini satamıgandan kim koludu ki kıpkagan malla tigimi cık köpeyip gidiyordu. Onunki iktisadı mında nime aylanmaydigan bolup kalıdı. Hoş. Çünkü bir yerde toktap kalsa, pul kesilip kalsa, bazar toktap kalsa, iktisat mı toktap kaldıgan, bir çakımı toktap kalıp, onu hareketke sağıcı nurgun ziyan tatıdı. Şununla Xitay bu cetten Avrupa devletlerinin taleplerine bence pek kulak vermeydi dep oylayman. Eğer de pek bizim şiltip gelse bunun hakkında bir komisyon kuraylı. O komisyonda ondan kim biz müzakere kılaylı. Dep aşı vaktini ustu, vakt zaman kazını, onu mu tekimi ustup ama maşinsini setivirdi dep oylaymamdı. Hoş. Budakı Avrupa liderler, AKK Xitay'a bağlan Avrupa liderler, şu bir neçə yıl evvel Avrupa Xitayga karta ilingan bir strateji hüccet batı üyeden Xitay bile Avrupa bu sistemlik bir rakipteydi. Yani senin sistemin ayrı, meninki ayrı. Şununla ikimiz sistem tokunuşluk bağ. Digenti. Hazır onu demeydiğim oldu. Bu da hiçbirisi demedi. Yalğızla şu ticaret cetteki bazı imkanlarını yart birinla o bu dep talep kıldı. Siz degandek Tayvan meselesi, bazen Hong Kong meselesi, bazen umumi da insan hakları meselesini tılgı ilvadıdı. Ama o sözler ebeki talaş tartışlarının ki arasında kümülüp git bardı. Kümülüp oldu. Tamam. Köp rahmet. En ahırkı bir video bize ahırkı haberini şun çıkarayla. Bu hafdadaki muhim bir haber nurgun inkaslığa sebep olan bir iş. İstanbul'dan Arnavutköy rayonunda cesedi kömürtülgen bir Xitay sodigarının ölümüge ait tefsilatları Türkiye akbaratlarına ait köplep tiliğe elingan bir haber oldu bu.
bir ayal arkalık tuzakka düşürülgenden keyin tutkun kılınıp, put-kolları bağlanıp, tik halette tirik kömüp öldürülgenken bu Xitay. Cinayet ketişlik 10 Xitay bolsa cinayetden keyin derhal Beijing'e kaçkan bulup, Halkara Saqçı Teşkilatı'nın hemkarlığı bilen Xitayda kolga elinganlığı bildirildi doktor Hamdi. Bu elbette bu Xitayning bir yerde ölüşü bu bizni bakım alaqadar qılmaydigan mesele. Hamdi ötkende biz Türkiye'ninki muşu vize Xitayning fuqaralariga vizasiz kirishni yo'l qo'ygan vaqtida mush Türk axborotlarının u yer bu yerda hamda bu Türkiye Uyg'urlar uchun bo'lib Uyg'urlarning shu Sharq Turkiston uchun xizmat qilayotgan shu rahbarlari faoliyatchilar uchun bexatar rayonlik nimasini yo'qotdi. Chunki Xitoy istixboroti ham shu yollanmalar bundan keyin mush qo'g'irliqning yo'lidagi Turkiyaga kelib, xohlaganda ishni bajarib chiqib ketalaydi. Nayeti güzel bir şarait hazırlandı degandek yazmalar taraf-tarafta ijtimoiy fikr vositalarida bo'lgan tamdi. Onun kendi bu xabar o'tirg'i chiqqandan keyin insonni xalab-xalamay bunu o'ylantirdi insonni. Bundan keyin mushundaq jinoyatlar xalagancha kelib mana o'sha jinoyatni ishlab bo'lgandan keyin bu onu Xitoy shu kuni 5 Xitoy atisi 2 ga bo'linib turib İstanbul aerodromidan qo'lni yanchi qilib xotirjam ketib olgan hamdi. Sizce bunun keyin şu Türkiye mana shundaq Xitoy ko'zlagan ba'zi nishonlarni Xitoy o'zininki shu xil yollanmalarni, jinoyatchilarni avatib bu yerda ish bajarib xohlagancha ketalaydigan bir yerga aylandimi sizce hamdi? Bu voqeani qilib turib. Bence ayrılış lazım. Yani bu 4 tane Xitay'dan kelip, Araplardan düşüp, onun ki İstanbul'daki bir Xitay'ına bir kız ilgerdilik yollavla bir kız valını bağlapla onu öldürüpla onun keyin siz degende kolunu yançık sepli ketişi eğer de Xitayning istihbarat teşkilatı bilan alakasız Xitayning mafiyanın işi bo'lgan bo'lsa bu yaman cho'ng bir vaqa hamdi. Yani başka bir devletning egilik huquqi bo'lgan devletlerge berib adam öldürüp onun keyin ketişi. Eğer de oylab baksak, mushu ishning aqsida Xitayning istihbarat teşkilatı bo'lgan bo'lsa, abaqi jinoyatni texmi ustulik bilan qila oladi. Yani Türkiye'de eğer de Xitoy istihbarat bazı Uygur liderlerini, tanıngan kişilerini, cemiyet erbaplarını öldürmen deydigan bo'lsa, nayda oңай bo'lganligini ma vaqadimi ko'rsatmagan bo'ldi. Shuningga mencha Türkiye istihbarat teşkilatı bununla emniyet istihbarat bo'lsin, milliy istihbarat bo'lsin, bular bu meselege dikkat qildi deb o'ylayman. Bununla qarta bundan keyin tedbir ilishning yo'llarini izlash mümkün deb izlayotidi deb faraz qilyapman. Çünkü bu vaqa Türkiye'de sap mında tüz ko'ngil Türklerde bir cho'ng vaqada ko'rinmasmi, g'ul kelgan bo'lsa, ama mındaq o'sha joyda ang seviye joydagi odamlar hammasi shuni o'ylab yetalaydi. Hozirgi men deganni. Shuningga Türkiye tarafı bununla dikkat qiladi deb o'ylayman. Ama hozir bütün shu Xitoyga bu vizasiz qilib aytgandan keyin Türkiye'nin fuqaralari Xitoyga yenila elektronik viza muashunaq biraz kontrolpak qilganiga bu to'g'ri emas, bu diplomasi munosabatdachi. Çünkü bu diplomasi munosabatlarda bunda qarşılıklı bo'ladi. Xo'sh. Sen qo'yib bersan, Xitoy mi qo'yish lozim. Ama hozir Xitoyga qo'yib berib o'zining fuqaralari Xitoyga borganda vizalik deb qo'yaylik. Unda bo'lsa bo'lmaydi. Türkiye bunu bu haqida sözleş lazım hem de bu meseleni. O vaqtida qanda olup tuyuqsuzlar majilning beshida tuyuqsuzlashni qildi. Belki o'ylaganlari bordi ama hozirgacha mana 3-oy bo'lyotidi. Xitoy tarafdagi onu deb baxmadi dedi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, o'z vaqtida Türkiye hükümeti shu Afganistan'daki
Şark Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı terör teşkilatı deb ilan kıldık dedi Türkiye. Ama onun karşılığında Xitayning PKK'nı terör teşkilatı deb ilan kılışını küttü. Mana yıllar ötüp gitti, mana 20 yıl bo'lib qolay dedi ama hozirgacha yo'q. Bular belki Türkiye karar algıcılar için belki bir misal bo'lishi mümkün. Yani dikkat qilmagan taqdirda bunundan cho'ng voqealar bo'lib ketib, hem Türkiye için de hem Uygurlar için mi bu cho'ng xavflarmi bo'lishi mümkün deb o'ylayman. Xo'sh. Hakikaten doktor deganimizdek yani burun hiç bo'lmasa viziga iltimos qilgan vaqtida kim ekanligini oldin ola bilib davlat alli burun bir xabar bo'ldi-da deganimizdek hozir yonchuqqa chiqiblam xuddi o'zining bir shahardan bir shaharga borganda keladi desa kim o'tadi jinoyatchimi kim o yollanma istihborotning odamlarimi hakikaten xatarlik bir ahvol deganimizdek bu chaqiriqlar inshaalloh Turkiya doiralariga yetib berishini umid qilamiz. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men rahmat aytaman. Rahmat sizga. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftalik xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh oldimizgi hafta yangi xabarlar bilan ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.